Bu qismni bo'ytoq qiz-o'g'illarning nijotkori bo'lgan Shiji loyiqim saloni alohida talab qildi. O maydonda Bahubali jasoratning kaynidan ekshib yuradi. U o'zining Vunengankov sanni Molidin o'rganib olgan fizikalik bilimlaridan to'liq foydalanib, jismlarning markazdan keshish kuchi va yer sharining tortish kuchini inch bilan hisoblash orqali jasorat bilan rezonans hosil qilib, internatsionalizmlik rolni to'liq namoyon qilib, to'ng'izlarni yotqizib qo'ydi. Bugun kechki tomoq bo'ldi. Bu ishlardan gumonlanib qolgan Sharvonxon to'xtasila, kayningizdagi modelda bir xumsida qilib turdi. Sal xubsalla qiyotidi deydi. Hamda Bahubaliga bir nayz berib, to'gi bilan o'shkining changashgan bolasi to'shkidan birini qo'yib berdi. To'shkining ushqanda kelayotganligini ko'rgan Bahubali intoyin ustadlik bilan bir jashoy qilib, Hindistondagi ikkinchi toshqi ustib oladi. Bahuning qing'tir qilib o'ligini otib olishdan ansirgan Malika, ansirmang, bu Gongshanga hisob sug'urt ko'tirdi deb tasalli berdi. Bu chaqda Iroqdagi Hindiston xonadonligida Baladiva payloqchilardan Bahubalining izdirigini oladi. Hamda uning bir qizga oshiq bo'lib qolganligidan xabar topadi. Sharvonxonning rasmini ko'rgan Baladiva qattiq ranjib ketadi. Xonadonlikni mo sen ol, xotinni mo sen ol. Men bu yerda chatroq qarab o'ltiramdim. Men opamga deymayman. Opa, men bu qizni Shiji loyiqim salonida ketib oldim. Pek chiroyliqga. Hey balam, yaxshi tanlagansa, Shiji loyiqim salonida buningdimi chiroyli qizlar bor-ku? Xonishim, odam degan chiroyli emas, fazilatga qarash kerak. U salonda nini fazilatli o'g'il qizlar bor deb angldim. Jo opa, nimbus bo'lsa, mush qizni olaman, mushini. Chatoq yo'q balam. Sana bermay kim gap beraman? Ey yiliqi. Darhol restoranlarni qo'sh. Har bir jo'za 500 qo'ydan ishib ketmasin. Ganza uydek tayin yo'q tamoqlari chiqamsin. Hey palonchi, bag'oqlarni bostirib, kayniga arvi maqilishni unutib qolma. Erlar soat 12 da ayollar to'tib kelsin. Kayniga yezib qo'y, vaqtida kelmiz, tamoq tatiyveramiz deb. Hey pistanchi, ma pichoqni bilib kel. Qalni qiynab qo'ysa xunmaydi. Qag'ininglar, uylarni tozalab, pollarni surtib tayyor turinglar. Hindiston xonadonligining elchilari 40 patmisni ko'tarib, Kuntayon xonadonligiga qiz so'rab keladi. O'ylamgan yerdan Sharvonxon cho'nglarning gapiga qo'shiq silib, bu to'yga qo'shilmaydiganligini, hamda undaq hamma ishda opsining gapini anglaydigan bolalarga tegmaydiganligini aytadi. Buni anglab g'azabga kelgan Polikuzxon qo'shin boshlab o'zining qiynonligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi. Haqiqiy ahvoldan bexabar Bahubali bilan Katabba opsini o'zi uchun qiz so'rab elchavatdi deb o'ylab, gulqaqadir ichilib sho bo'lib ketadi. Dal bu paytda Hindiston xonadonligining lashkarlari Kuntayon xonadonligiga bostirib kirdi. O'z puhrolarini chin qalbidan suydigan bu odil shahzoda Bahubali bu yerdagi uqishmaslikni tugutish uchun o'z qo'li bilan o'z davlatining lashkarlarini yer bilan yaksan qilib o'tdi. Bu chaqda jasorat o'zining vakolatchilarini yig'ib, yuqorqi qavatdagi Bovshangda Panus saloniga e'lon bermoqchi bo'lgan yangi mahsulotni tunishtirib o'tadi. Voy, ya budirchash. Ammo qiqas vaqtida keldingmi? Diyorchangga payzing bormi? Erkakdek bir ish qila. O'g'il bola degan bundoq vaqtda oldingi safda bo'lish kerak. Shamshirimni olg'in hamshirim. Tuta momining ota miros shamshirimni. Bahubali o'zining uzun yildan yoqi yenidan ayrilmagan shamshirni jasoratga berdi. Hamda quyrug'ini xodi qiladi. Bu qalam turashganga olmoqlamdim yo qalam ushamdim buningda. To'satdan kelgan dushmanlar buni taraf-tarafdan qo'rshib oladi. Jasoratning qo'lidagi bu pichoq ajoyib sirliq pichoq bo'lib, dushmanlar kayni-kaynidan kelib bu pichoqning ustida yetib berdi. Yana bir tarafda bo'lsa, bizning Qaysar Sharvonxon Xoviyini tanlab Chingli Bingshen qilyapti. Bahubali bo'lsa yana kelib, "Ey jonim, bu o'ynishingiz xato. Boshda Lenjov otimiz, ondan Tajov ochimiz, Taji uchrab qolsa, qo'ngni qisib qochimiz." Bu esnada Sharvonxon Bahubalining to'xtamay otgan o'qlarga qarab, uningga ko'yib qoladi. Darvaqa, hech qanday bir qiz buningda kayni-kayndan atalaydigan bolalarga ko'ymay tura olmaydi. Yaxshi, mayoq keling, qo'saqni yig'ib maydonga ko'tiramiz, tatib, bachku, mana tagdim. Shuncha kasash emasmi? Dushmanlari kayni-kayndan bostirib kelishga boshlaydi. Bahubali bilan Katabba o'z davlatidan kelgan lashkarlarning yo'l bo'yi charchab, qusab ketganini ko'zda tutib, Kuntayon davlatining eng cho'ng suv qurilishini chugib tashlab, suvni quyib, lashkarlarning ugi-ugilariga olib o'tdi. Bidra, osam tutganma avtosma, chiqibitimiz deb chiqibitiga shu amki. Hech qisi yo'q. Hakallik qilmang. Bu mening qilishga tegishli ishim. Gap tushunamsiz yo quloq tikirjiqmi? Tosma da'vatime tosma. Yo'q, bu o'sma emas. O'zimning qish tabiiy shunda. Ma balig biringlar gap tushunsanlarchu. Shoyim, ranjimisizlar. Mahsini men tushuntirib qo'yay. Bu balning demoqchi bo'lgani, singlingni olma deydi.
bo'pti singlimni bersammi beray. Biroq qarsam senmi shosh bolada qilib tursa, shunga burunqi qushqashtiringni yig'ishtirib etsang bo'larmiki? Podshoning gapi tugmay turibla, Bahubalining burunqi qushqashtirdan huchur kelishga boshlaydi. Voy, ay, nima uchurka? Opla. Obi Zeyma deydi. Ha? Opla. Nima dedingiz? Voy nomussiz. O'ylamabdim. Bundaq odam ekanligingizni. Undaq demang jinim. Men bu qizga fasola deb qo'ydim. Sen zodi kim? Rostingni ayt. Darg'azabga kelgan Sharvonaxon yuragimga o'timni salay deb Bahubalining kiyimini kuydiruvdi. Bu chaqda Bahubalining chechidan boshqa hammasi kuyib, maytsidga anga oldirmagan markis ko'rinib qoldi. Mana ballar, bu shapaqchilar jamiyatining faxriy raisi. Fizikani qo'ngning qirg'ilmaydigan Hindiston xonadonligini ta'sirlantirgan 10 yoshning biri. Hozirgi g'azab qo'li bo'layotgan bola Bahubali. Bu gaplarni anglab, hammaylam Bahuga hurmat bildirdi. Amaliyotda Bahubaliga xon valididan uchur kelgan bo'lib, malikani tutib akilishga buyurgan edi. Bahubali Sharvonaxonga o'zining onasining hargizmi xato qaror chiqarmaydiganligi, uning bu qarorida cho'qim bir o'xshmaslik borligini, biz kichik bo'lgandan keyin oldiga berib kichik fe'llik bilan kechirim so'rab qo'ysak, hamma ishga salovat bo'lib ketadiganligini aytdi. Sharvonaxon Bahuning taklifiga qo'shildi. Birlikda Hindiston xonadonligiga qarab safarga chiqdi. Bahubali shunchalik kuyimjon bo'liki, opsini yerda mang'uzib, xotinni do'lisida mang'uzatdi. Ey nadam Bahubali. Langmallikda dastlab chiqsa bugun do'langa, ikkini tug'ib sakrab chiqdi, at kallanga deganni anglamabsan-kanda. Bular safarga o'ngishliq chiqib oladi. Malika Sharvonaxon bo'lsa, yo'l bo'yi "Ladigo" desa "Ladigo" etib, bir obdan tinishdingizdan to'lqin chiqarib, Bahubali bilan plang o'ynag'is ketdi. Bahubali bo'lsa, "Kaizokoni, oriva naru" deb Sharvonaxon bilan palakning cho'qqisiga chiqdi. "O, mana paroxtlar ushdi. Ayron bo'lma ko'rganlaringda, chunki bu Hindiston filmi." Ular o'ngishli qoldi Hindiston xonadonligiga kelib, xon validi bilan ko'rishdi. O'zining asli Bahubaliga emas, Baladivaga xotin bo'lganligini bilgan Sharvonaxon zuvoni ichilib ketdi. "Nima da'vatsiz? Xohlagancha uningdan elib buningga berdigan nasllik qala deb qoldingizmi? Menga javuldig'idek bo'ldingmi? Ikki putangni bir o'tak tiqib etimi? Sizlar xatolashdinglar. Hindistonda o'tak nima ish qilsin? Hammamiz yalon oyoq yurimiz-ku. Emisi mo'misini ko'zi ko'rsatibsin. Ana, uning mo'mis kichik vaqtida tugab ketibdi-ki. Maqsadga kelsak, men xotinga men va'da berib qo'yibdim-a. Erkek bo'lgandan keyin va'damda turaman. Bu xalqning orzulab baqqan qizi, xohlagancha urib tillaydigan onamizning haqqi yo'q-ku. Bolasining bu umrda tunji qitim o'ziga gap yontirganligini anglagan Validaxon qattiq cho'chib ketdi. Fursatning pishib yetganligini bilgan Pakmaya ichitqu zavodining changjangsi Jaladiva xon validining yiniga keldi. Ammo men chidamadim jimoa gapga. Demadim ma kelin degancha mushunda narsa o'g'lining beshini aylantirib etdi. Ey, nomus o'zing nima qilmadi? Men bo'lsam milatlab olaman edi. Bahu, oshta qilsang bo'lamda, osonda baxtima seni. So'g'uq qonliqni umrda qilib boqmagan bu xotin oyojonlanib ketib, Bahubaliga yo taxtingga tur, yo xotinga tur deb tahdid soladi. Bahu bo'lsa, mana bu yenimdagi xotin mening taxtim ham mening baxtim deydi. Bu gaplarni anglagan xon valida, "Amsi sen osh taxtingning ustiga chiqib o'tda, men bugundan boshlab Bala divoni podshoh qilaman, sen song'un bo'l" deydi. Hamda Bala divoning taxtga o'ltirish murosimini intoyin dag'dug'liq qilib bermoqchi bo'ladi.